Assalomu alaykum. Telegramda yozgan postlarimni o'qigan, YouTube'dagi qo'ygan videolarimizni ko'rgan odamlar, hatto o'sha kurslarimizda o'qigan odamlarda ham ko'p takrorlanadigan bitta gap bor. Nima sababdan sizni gaplaringizni eshitish qiyin, og'ir, yoqimsiz? To'g'rilanishni xohlaymiz, men buni o'zgartirishni xohlayman, yashash tarzimni o'zgartirishni xohlayman, munosabatimni o'zgartirishni xohlayman. Ko'p xohlaydigan narsalarimiz. Lekin nimaga gapingiz og'irlik qiladi? Nimaga yoqimli eshitilmaydi? O'z javobi bor bu narsani. Javobi juda oddiy, ochiqchasiga aytganda. Kelinglar bu narsalarni bir misol bilan tushuntirib beraman, sizga yana ham tushunarliroq va qabul qilishingiz osonroq bo'lishi uchun. Ya'ni savol nimadan iborat? Nima sababdan aytilayotgan gaplar yoqimsiz eshitilyapti? Aytilayotgan gaplar og'ir eshitilyapti. Mana shuni javobi haqida bugun sizlar bilan gaplashib ko'ramiz. Xo'p. Oddiy misollardan boshlaylik. Misol uchun, mashinangiz buzilib qoldi. Mashinangiz buzilib qoldi, ustaga olib bordingiz, u usta mashinani diagnostika qiladi, ko'radi, apparatini tiqadi. Xatosini topganidan keyin, diqqat bilan e'tibor bering. Xatosini topganidan keyin mashinani ochadi. Mashina o'chiriladi, simlari uziladi, kapoti ochiladi, mashina ochiladi, ba'zan esa chochib tashlanadi. Butunlay. Ya'ni o'sha xato joyini topish uchun, xato joyini to'g'rilash uchun mashina butunlay chochilgan holatga ham keladi. Esimizda qolsin. Ikkinchi misol. Bir inson, bir ayol, bir erkak chevarga matoni olib boradigan bo'lsa, bir kiyim tikish uchun, bir narsa tayyorlash uchun bir mato olib boriladigan bo'lsa, u mato chochib, qirqib, maydalab tashlanadi. Maydalab tashlanishidan asosiy maqsad nima? U matoni yo'q qilish emas. U qirqilganidan keyin, maydalanganidan keyingina undan qandaydir narsa tikishning imkoni bor. O'sha turgan holaticha hech narsa qilib bo'lmaydi. Va agar turgan matoni o'zidan nimadir qilishning imkoni bo'lganda, chevarga olib kelishni hojati yo'q edi. Ya'ni mato kelyapti, u maydalanyapti, qirqilyapti. Uchinchi misol. Bug'doy un bo'lishi uchun tegirmonga tushishga majbur. Bug'doy un bo'lish uchun tegirmonga tushishga majbur. Ana shu tegirmonga tushganidan keyin u maydalanadi, bug'doylik holatini yo'qotadi va o'shandan keyin un bo'ladi. Ana o'shandan keyin undan xamir qilish mumkin, non qilish mumkin. Hatto non holatiga kelgandan keyin ham o'sha tishlaringiz bilan uni maydalab nonligini ham yo'qotasiz. Diqqat bilan e'tibor beradigan bo'lsak, mana shu 3 ta misol insonning ichki holatiga ham to'g'ri keladi. Biz ma'lum bir xatoyimizni topdik yoki bitta darajadan ikkinchi darajaga o'tmoqchimiz yoki o'zimizdan bir chiroyli narsani, chiroyli odamni, chiroyli fe'l-atvorni shakllantirmoqchimiz. Demak, o'sha boshidagi chochilish, boshidagi qirqilish, boshidagi maydalanish hammamizning boshimizda bor narsa. Bu bo'lishi kerak bo'lgan narsa. Bu bo'lishi shart bo'lgan narsa. Lekin muammo shundaki, aynan o'sha maydalanishga ko'pchilik rozi emas. Aynan o'sha parchalanishga ko'pchilik rozi emas. Ko'pchilikning bunga toqati yo'q, xohishi ham yo'q. Natijada nima bo'ladi? O'sha maydalanish boshlangan paytda yo'q deydi, bo'ldi ketadi. Eshitasiz, to'g'ri, haqiqatdan shunday. Haqiqatni gapirilyapti, to'g'ri narsalarni aytilinyapti. Sal yoqmaslikni boshladimi? Bo'ldi ketasiz. Bu degani, o'sha mashinangizni ustaga olib bordingiz, usta ko'rdi, xatosini aytdi, xatosini to'g'rilaydigan joyini ham aytdi, siz mashinani qaytarib olib ketganga o'xshaysiz.
Chunki tuzalishni xohlamayapti. Odam. To'g'ri, mashina. Odam desam qabul qilgisi kelmay qolmasin. Yoki chevarga bordingiz. Chevarga bordingizda matoingizni olib bordingiz. Menga ko'ylak tikib bering, menga kiyim tikib bering, menga chiroyli kostyum tikib bering. Zo'r chevar, nechidir ming dollarga tikadigan chevarlar bor, qimmat. Juda mashhur, juda ishi sifatli. Xo'p dedi, shartda matoni olib shunda qirqishni boshlab qoladi. To'xta. Hayolingiz joyidami, tomingiz joyidami? Nima qilyapsiz? Nimaga unaqa qilyapsiz? Nimaga meni matoyimni kesyapsiz? Nima deydi? Seni matoyingni kesmasam qayerdan ko'ylak tikaman demaydimi? Qayerdan kostyum tikaman demaydimi? Bug'doy o'zini olib borib xamir qila olmaysiz-ku. Xuddi o'shanday esingizda bo'lsin. Ana o'sha aytilayotgan gaplar yoqimsiz bo'lishni boshladimi? Demak, tuzaladigan joyga kelgansiz. Demak, to'g'rilanadigan joyga kelgansiz. Demak, o'zgaradigan joyga kelgansiz. Demak, o'sadigan, boshqa etapga o'tadigan joyga kelgansiz. Faqat endi shu qadamdan o'tib ketib olish kerak xolos. O'sha holatdan o'tib ketib olish kerak xolos. Boshqa hech narsa kerak emas. Boshqa hech narsaga hojat yo'q. Lekin ko'pchilikning xatosi aynan mana shu joyga kelganda qochib ketishi. Natija nima bo'ladi? Bir nechta xil etaplari bor. Birinchi etapi nima bo'ladi? Endi o'sha mato qirqishni boshlanganda, endi ezg'ilashni boshlanganda, yo deydi, men ketaman deydi. Menga buni keragi yo'q deydi. To'g'ri, haqsan, to'g'ri, gaping rost, lekin menga kerak emas. Ketdi. Bunday odamlarda hech qanaqangi o'zgarish bo'lmaydi va ular doimiy ravishda boshqalarni ayblab yuraveradi. Ular doimiy ravishda boshqalarga mas'uliyatni yuklab yuraveradi. Ikkinchi turdagi odamlar bor. Bu odamlar qanday odamlar? Ular to'g'ri aytyapsan. Haqiqatan shunaqa. Men to'g'rilanishim kerak deydi va qadamni qo'yadi. Lekin oxirigacha bormaydi. Oxirigacha bormaganidan bunday turdagi odamlar xuddi mato qirqib qo'yilgan, lekin ko'ylak hali qilinmagan. Mashina ochib qo'yilgan, lekin hali tuzatilmagan. Bug'doy tegirmonga tashab qo'yilgan, yarmi chiqqan, yarmi chiqmagan odamlarga o'xshaydi. Bular asosan, misol uchun, ba'zida bo'ladi shunaqa holatda, kurs sotib olgan, kursi yarmidan chiqib ketib qolgan odamlar, oxirigacha eshitmagan, qabul qilmagan yoki o'zgarishni xohlamagan odamlar. Uchinchi holatdagi odam boradi, mayli nima bo'lsa bo'lsin, nima qilishim kerak bo'lsa qilaman. Mana shu holatdan men charchadim, mana shu holatdan men to'ydim, o'zgarishim kerak deydi va qiladi, qadamni qo'yadi. Endi bitta narsa bo'lsin. Bir odamning gapi menga juda ham ta'sir qilgan edi, internetda eshitganda. Aytgan gapi bor edi. Ochib o'ringlar endi. Aytgan gapi bor edi. Sen deydi, o'zgartirishni xohlamagan narsangni tanlagansan deydi. Ya'ni inson ma'lum bir narsani o'zgartirishni xohlamaydi. Ma'lum bir narsani shundoq qolishidan rozi, shundoq qolishi unga ma'qul, shundoq qolishi unga kerak, shundoq qolishini o'zi xohlayapti. Shuning uchun o'zgartirmaydi. Aytishingiz mumkin. Yo'q, men o'zgartirishni xohlayman, men yaxshi munosabat qilishni xohlayman, yaxshi pul topishni xohlayman, yaxshi narsalarga qadam qo'yishni xohlayman, yaxshi yashashni xohlayman. Deyishingiz mumkin. Nega qilmayapsiz unda? Nega? Demak, qaysidir narsa bor. Qaysidir narsa bor, biz to'g'rilashimiz kerak bo'lgan, qaysi bir narsa bor, biz o'zgartirishimiz kerak bo'lgan. O'sha narsani faqat o'zgartirmayapmizmi? Demak, o'sha narsa bizga ma'qul. O'sha narsa bizga ma'qul bo'lgani uchun, o'sha narsa bizga normalniy bo'lgani uchun o'zgartirmay turibmiz.
va o'zgarish, o'sish hech qachon shunchaki yoki kayf bilan yoki rohat bilan bo'la olmaydi, bo'lmaydi ham, iloji ham yo'q. Shunaqa targ'ibotlar bor-ku, ilm olish rohat bilan bo'lishi kerak. Yo'q. Agar ilm olish rohat bilan bo'ldimi, bu nimaga o'xshaydi? Siz bitta chevarni oldiga bordingiz, boyagina misol davomida. U sizni matoyingizni oldida, normalniy pulingizni oldida, ko'zingizni oldida shunday matoni ochib, o'rtasiga bundoq kesdi deb ustingizdan kiygizib qo'yib, siz ana yangi moda qildingiz endi, siz boshqachasiz. Uni o'zingiz ham qilib olib uni. Yoki ustaga olib bordingiz, hozirgi kunda ko'p bunaqalar. Aynan shunaqa ustalar ham bor. Mashinani motorini anasi yonib qolgan, cheki yonib qolgan. O'shani to'g'irlash o'rniga, uni tuzatish o'rniga, xatosini topish o'rniga nima qiladi? Ichkaridan qora skotch yopishtirib qo'yadi. Bor bunaqa odamlar. Biling, o'zgarish har doim sizdagi ma'lum bir odatlardan voz kechilishni talab qiladi va ma'lum bir yangi narsalar paydo bo'lishini talab qiladi. Shundagina o'zgarish bo'lishi mumkin. Fikrlaringizni, savollaringizni qoldiring. Bu eksperimental video edi. Agar ma'qul keladigan bo'lsa, shu format qulay bo'ladigan bo'lsa davom ettiramiz. Albatta bu sizlarni so'rovinglar bilan, sizlarni xohishinglar bilan bo'ladi. Kommentariyalarda o'zingizlarning fikringizni qoldirishinglar mumkin. Podpiska qilib qo'yinglar. Mana shu tomonlarda bo'lish kerak qayerdadir. Va to'g'ri gaplar yoqmaydigan odamlarga ham jo'natib qo'yinglar. Ular ham bir manfaat topib qolsin. Assalomu alaykum.